O'zbekistonlik futbolchining Eronga qarshi o'yini qanday baholandi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Eng tezkor va eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib keting. Futbol bo'yicha jahon chempionati saralashining 3-bosqichi 8-turida o'rin olgan Eron-O'zbekiston uchrashuvi o'tkazildi. Ushbu uchrashuvda maydonga tushib harakat qilgan o'zbekistonlik futbolchilarning o'yini turli platformalar tomonidan baholandi. Jumladan, Flashscore talqiniga ko'ra, eng yaxshi futbolchi Abbosbek Fayzullayev bo'ldi. Vengerga 7,6 ball berildi. Shu bilan birga Eldor Shomurodov hamda Hojimurod Erkinovga 7,4 balldan berildi. Bir qator sevimlar bilan jamoasi joniga oro kirgan O'tkir Yusupovga 7,3 ball berildi. Bundan tashqari, Sofascore portali ham futbolchilarga ballar berdi. Unda Fayzullayevga 7,8 ball berilgan. Keyingi o'yinda esa Otabek Shukurov 7,5 ball. Himoyada yaxshi o'yin ko'rsatgan Umar Eshmurodov esa 7,3 ball bilan baholangan. Barcha o'zbek futbol muxlislarining qalbidan birdek joy olgan Abduqodir Husanov esa 6,5 ball bilan baholangan. Bizni yo'qotib qo'ymang, o'tkazib yubormang, obuna bo'lib ketishni esa yodingizdan chiqarmang.